Salom hammaga. Anchadan beri ko'rinmadim. Sababi bizda ham kuzda kasallik keldi. Yarim parrandalarimni saqlab qola olmadik. Endi hozir tovuqlarimni chiqarmay turibman hozircha. Sizlarga gapirib olay deb ovqatni tayyorlaymiz. Mana bu yerda sabzi, cho'rkadan chiqazilgan qattiq, keyin murch. Hozir sal kun salqinlab qoldi, shuning uchun murch qo'shib yubordim. Cho'rkadan chiqazilgan sabzi bilan dedim spetskorum kepeği bilan spetskorum ham ichida hammasi bor, hamma donlari bor. Bu yerda nima qilib qo'yganman? Tuxumi po'chog'i bilan tuz bor bu yerda. Buni qo'shib olish uchun tuz qo'shilgan. Tuz ham yaxshi kerakli minerallarni beradi to'g'ri uchun. Ozgina qo'shib yuboraman. Baliq qovurilgan yog'. Ozgina qo'shib yuboraman. Shuni aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib oldim. Shuni beramiz. Şu tovuqlarim qoldi faqat. Tushkunlikka tushmaymiz. Yana ko'paytirishda davom etamiz. Sizlar uchun yana qiziq ma'lumot aytib o'taman. Ko'p videolarni ko'rib qolaman. Xo'roz bir yilda bir marta tuxum qo'yadi degan. Bu noto'g'ri narsa. Bilishinglar uchun. Mana boya aytganimdek, kasal kelgani uchun ko'p xo'rozlarni saqlab qola olmadim. Oxiri bitta qoluvdi, uni ham boshqa xo'rozga almashtirdim. Xo'rozlar yo'q edi. Mana men bilishinglar uchun tuxum qo'yilgan. Bu oddiy tuxum. Bu maydalari. Bu tuxum xo'roz yo'q edi. Bu tuxumlar qo'yilganda bularni tovuq qo'ygan. O'zi pushti tugagan paytda shunaqa kichkina tovuq qo'yadi. Buni ichida sarig'i bo'lmaydi. Bundan jo'ja chiqmaydi. Yeyishga ham, iste'molga ham bo'lmaydi. Shuning uchun shu yerda qoldiraman. Hamma tovuqlarda ham uchramaydi bu narsa. O'sha pushti tugayotganda bu nima degani? Tullashdan oldingi vaziyatda, keyin kurk bo'lishdan oldin shunaqa tug'ib qo'yishi mumkin. Bu degani pushti tugayotganda aniq shunaqa tuxum qo'yadi degani emas. 1-2 bo'lib qoladi shunaqa. Mana shu yerda qoldiramiz. Hali tuxumli hali to'g'ri o'tirishga ulgurmadi.
o'tirmasdan oldin shularni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Bu tuxumlardan juda ham ko'p edi menda. Ko'pini olib tashlagandim. Qolgani turibdi. Demak, xo'roz qo'ymaydi. Xo'roz o'tirishi mumkin. Tuxum qo'yadigan joyda o'tirishi mumkin. Bu nima degani? Katta yoshli xo'rozlar yosh tug'ular uchun qayerga tuxum qo'yishi, qattiq xavf yo'qligini o'zida ko'rsatib, keyin tovuqni shu joyga chaqiradi tuxum qo'yish uchun. Shunaqa gaplar. Mana hozir shu vaziyat bo'lyapti. Hozir mana tovuqlar tuxum qo'yishini bilib, xo'roz iniga kirib ko'rsatib beryapti. Xo'roz ketdi. Tovuqlarga ko'rsatib, qaysi joyga tuxum qo'yishi ketdi. Hozir shu inga kirib o'tiruvdi. Tovuq ko'rib bo'lgan. Mani kuzatganlar bilishadi. Tovuqlarim har doim vaqtli o'tirishardi. Bu galgi xo'roz yo'qligiga sabab o'tirishligi kechikdi. Bu birinchi kurkum. Hozir oddiy sun'iy tuxumda yotadi hozir. Kechkiga tagiga tuxum qo'yaman. Bu sun'iy tuxum. Boshqa tovuqlar bezovta qilmasligi uchun men taxta bilan yopib qo'yaman. Agar sizlarda ham shunaqa vaziyat bo'lsa, yopib qo'yadigan bo'lsanglar, kuniga bir marta hovliga olib chiqishingiz shart. Kuniga bir martasiga yetadi. Hojatini ham chiqarish kerak, ham ovqat suvlarini ichib oladi. Shu paytda eng kerakli ma'lumot yana kurukka hech qachon nam ovqat bermanglar. Uydan qolgan ovqatlarni ham aslo berish mumkin emas. Nimagaki tovuq yotganda hojatga kam chiqadi. Oshqozon ichi yaxshi ishlamagani uchun ichi ketib qolishi mumkin. Shuni oldini olishga faqat quruq donni o'zini berasizlar. Sizlarga qiziq ma'lumot, hozir kechgacha yotsa tagiga tuxum qo'yamiz. Qo'yaman. Hech kim bezovta qilmaydi. Yangi tuxumlar qo'shilib qolmaydi shunda. Mana shu yerda qoldirishga qaror qildim. Video yoqqan bo'lsa like, savolinglar bo'lsa kommentariyada kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.